buni inkor qilib bo'lmaydigan dalillargacha keltirilgan. Ammo esa qiyomat voqea hodisasiga taalluqli bunday sifroviy oyatlar keltirilgan. Buni Allohning rahmati bilan o'rganish uchun juda ko'p narsalar qilingan. Bu endi psixologiyaga taalluqli qisqacha yozuvlar. Psixologiyaga taalluqli bu как programma yuzni o'rganilgan. Qaysi hissiyot yonsa 3000 dan ortiq his sho'balari bor insonda. Bularni tilida aytganda his tuyg'u deydi. Islomda esa Qur'on hadislarida kelganda Qur'onda nafslar deb keladi, hadislarda his sho'balar deydi. Bularda esa his tuyg'ular deydi. Hammasi bitta xarakterlarga taalluqli. Qaysi xarakter yonsa, liboy yonsa, o'sha yuzga qiyofaga uradi. Qanaqa xarakter yonyapti, o'shani yuz qiyofasi, yuzda shuni qiyofa yuz o'shanga mos aylanyapti. 3000 dan ortiq yuz qiyofa har xil yo'nalishda aylanadi. Bu Qur'oni Karimga taalluqli. Bu sifroviy oyatlar. Katta sifroviy oyat hammasi. Mevzu 18 olamga taalluqli. Qonuniy va programmalashtirilgan, rejalashtirilgan ish. Hisob-kitob ish. Inson miyasiga taalluqli.